Koronavirus pandemiyasi butun dunyoga salomatlik va xavfsizlikning naqadar muhim ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Shu og'ir sinov davrida sanitariya xizmati xodimlari kun-tun jonbozlik ko'rsatdilar. Odamlar o'z uylarida xavfsiz qolish uchun ular xavfga yuzma-yuz chiqdilar. Bu mehnat jismonan mashaqqatli, psixologik jihatdan esa yurakka og'ir edi. Lekin ular bir qadam ham orqaga chekinmadilar. Ular orqali minglab insonlar hayoti asrab qolindi. Meni ishim insonlar kasallanmasligi uchun sharoit yaratish. Bu faqat kasb emas, mas'uliyat va fidokorlik. Ona va bola salomatligini saqlash maqsadida Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan emlash jadvaliga asosan 13 turdagi boshqaruvchi yuqumli kasalliklarga qarshi bepul emlash tadbirlari amalga oshirilyapti. Emlash natijasiga asosan viloyatimizda epidemiologik barqarorlik saqlanib kelingan. Bozorlarda, savdo shoxobchalarida bizning kunlik nazorat tadbirlarimiz amalga oshirilmoqda. Biz jamoat salomatligining tayanchimiz. Yuqumli kasalliklarga qarshi kurashishda doim birinchi safdamiz. Har bir sog'lom qadam ortida ko'zga ko'rinmas, lekin juda mas'uliyatli xizmat turibdi. Bu sanitariya xizmatidir. Sanitariya xizmati xodimlari jamoat salomatligini muhofaza qilishda muhim o'rin tutadi. Ular oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi, toza ichimlik suvi va sog'lom muhit yaratishda nazorat olib boradi. Kasalliklarni oldini olish va aholining hayot sifatini yaxshilashda ularning mehnati beqiyos. Biz xalq uchun, sog'lom kelajak uchun xizmatdamiz.